birinci bitidan başlandık. Şu atmakla betkili. Müşahedin başladı. Ondan olsa bugün asasen 4 noktada nim kılmaz. İddialara kelgen inkaslarga cevap verimiz. Bunun birincisi düşken inkaslar ve iddialar, yani imza toplaş herkesini başlagandan keyin düşken gaplarning, iddialarning hammasini yig'dik. Bunga bir cevap berip o'tamiz. Amaliyotda bu bek yaxshi. Bir tarafdan iddia chiqsa, unga biz cevap berip, ama bizden chiqqan iddiaga cevap kelmaydigan ish borchu. Shuning uchun amaliyotda ilib bär bo'lish kerak-da. Biz tarafdan chiqqanga ular javob, karşı tarafdan chiqqanga biz javob berip minishimiz kerak. Oldi bilan tushgan iddialarga bir qaraymiz. Undan keyin Avstraliyadan iddialar chiqdi. Avstraliyadagi iddialarga javob beramiz. Andaki bizning iddialarimizni hatırladım qaytadan. Onun axirsida imzo to'plash harakatining ahvoli to'g'riliq qarindoshlarga bir update, ya'ni uchurlarni yetkazib. Shunga birinchi tushgan iddaoga o'tsak, keyingi betga tez mangayda oldida, chunki bekchiq gap bor. Xo'sh, birinchi iddia imzo to'plash harakati yog'ilgan. Yan bir iddia düştü. Kanada'daki Güley Mahsud ismida, asli ismini mi? Hatayım. Hürmetxan. Qeyrindishimizdan ki YouTube nimasiga chiqargan, Facebook'tan asli manbasi degan bir yerdan olgan. Yani bu imzo to'plash harakati avtomatik kelib dalillashtiramiz shu tushgan imzolarning qaysi rost, qaysi yolg'on degan. Şu an bir yerde neymiş bu olan degende, bu yerde şu videonu tatkan qeyrindishimiz o'zi 13 tane yağan hesaplatgan. O videonu tatib bo'lgandan keyin onu to'xtatgan. Ya'ni bunda bir videonu chiqarishdan burun bu hurmatxon qeyrindishimiz bir narsani tushunish kerak. Nima uchun bu to'rbetga videonu tatgan qeyrindishimiz tatgan vaqtida unda avtomatik o'rlaydi, boshqa odamlar qargan vaqtida unda o'rlamaydi u. Shuning uchun ma'lum iddia yolg'on, bu şunu tatkan qeyrindishimizning o'zining o'yiniga o'yini. Bunun cevabı tüydü, keyingi bet köteydi. Özü şunda sınap bakkan bo'lganimiz mumkin, ha? Anı yalğanı çıkırış üçün öz aşında likiltip turib video tatib bu imza yalğan degan bir qarlash urinishi hamda azan o'yinlarchu. Chunki hamma odam bu to'g'ri qargan vaqtida ashta tez o'rilish kerak agar u rost bo'lsa. Faqat video tatgan vaqtida yalğan o'rlaydi. Chunki biz tizimlikni ko'ra olamiz. Biz ko'rgan tizimlikda shu eng qisqarliqda avtomatik etilgan imzo 13. Bundan boshqasi yo'q. Şun keyingi bet ko'rsak, sal tez mangayli Ahmetcan, çünkü narsa bekchiq, bir şeylerga tez berdi. Ondan keyin ba'zi qarindoshlar deydi, seni mallar bilan bir guruhga tizibdi. Mallar bilan bir yerga kelibdi. Buni sen qanday qaraysan deganlar bo'ldi. Biroq opchivoyli javob beray dedim. Ya'ni meni kim bilan nega tizishi muhim emas. Faqat mening biladiganim tarix o'zini Beijing degan faşist Xitoy bilan bir yerga tizganlarni tarix unutmaydi. Mening javobim bu. Keyingi bet ko'rsak. Bizning Shoufu demokratiyani bugun o'tibdi Amerikada. Bu yaxshi ilgirlash, ya'ni Fushishoning shogirdi bizning Shoufu ma'rasini chiqaribdi, buni menga o'qish uchun. Bu demokratik ilgirlash buchu. Chunki bu yerda qabullangan narsa yo'q. Demokratiya degan shunday narsa. Bir taraf bir narsani chiqarsa, shu rasmlar bilan, boshqa narsalar bilan ma'noda narsa. Ammo ya'ni Fushishoni bu nima Shaufuni Fushishodan emas, demokratiyani bizdan o'rganishga chaqirmayman. Bizda demokratiya va bu millatchi Xitoylarda demokratiya yo'qchu. Ammo marasimda bir kamqag'ayri butxallar bo'lib rasm uchadigan busatlarni qo'shib etsa tam to'liq bo'ladi-chu, lekin qo'shildim demokratik shaklda javob qaytarishni o'rgangandim. Raqobat ko'rsak. Xo'sh, kelayli indigenous people dokumentini Xitoylar ta'minlagan bo'lishi mumkin degan iddaoni oldik.
Endi bu yerga amaliyotda to'g'ri javob berib bo'ldik. Yani bir rekord uchun javob berib qo'yay. Xatirsiz qilish uchun. Yani Erkin Sidiq efendimga Xitoyning ta'minlamay turib, o'sha Xitoyning ichidan ayolchi uchurlarni alalaydi. Bizga Xitoy ta'minlamasa, biz Dunyoviy Uyg'ur qurultayining o'zining to'rbitidagi dokladni ololmadik, topolmadik. Yani bu ko'rinish Dunyoviy Uyg'ur qurultayining to'rbitidagi Indigenous People dokladi. Shuning uchun bu iddaoga javob bo'lsin. Endi buda qilsa o'tsak, hozir shu Indigenous People masalasida Turkiyada mandaq gap chiqib turibdi. Bu Xitoyning qo'li va bu ishda deb. Qarindoshlar, bu Indigenous People degan narsada qilib qo'yishda, ya'ni bizni Indigenous qilib qo'yishda Xitoyning qo'li bormi yoki bu narsaning oshkorlanib chiqishida Xitoyning qo'li bormi? Ana sol tarafidagisi Tashkilotlar Birligining bergan biz Indigenous People emas degan dokladi, ya'ni bayonoti. O'ng tarafdagisi Zulqin İsa efendimning bu ishda Xitoyning qo'li bor desa, o'sh qizil chambarni yiqillatsangiz, Ahmadjon. Yani bu başını qanday tushunamiz endi? Yani bir tarafdan sizlar Indigenous People emas deysizlar, bir tarafdan bu Indigenous People deganda biz bilmaymiz, bu Xitoyning o'yini deb buni qilib qo'ygan odamlar so'zlasa, bu başını qanday tushunamiz? Yani bu başını bir tengi qilib, mayqaga samimiyatsizlik, ayqaga ko'tamchilik deb yezib, tengi yasab, xotira tengiz qilib taqirchilikqa ega keldik. Shuning uchun Turkiyalik qarindoshlar Indigenous People meselesining Xitoyning qo'li yo'q bu ishda. Hidoyatullo Hojimning beshi var yani. Bunun boshqa tushuntirilishi yo'q yani. Shunga Turkiyada bu narsa Xitoyning qo'li bor deb chiqayotgan so'zning hammasining nereden chiqayotganini bilinglar va diqqat qilinglar. Yani samimiyatsizlikdan chiqayotgan gaplar. Bu bir ig'iz gapingiz meni diqqatim chekdi. Yani bu Indigenous aloqador faoliyat harakat yoki shuning tizimini oldirib qo'yishda Xitoyning qo'li bormi? Oshkorlanishidimi degan so'z. Qaysini qo'li bor? Yani qayta China yurishning ojizi yo'q, har kim o'zi hazm qilsa bo'ldi ekan, ammo bir o'z urg'ulab qo'ydim yani.